Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli qarindoshlar, Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bo'limida qanday qilganda musibatni ne'matga aylantirdi degan mavzuga to'xtalamiz. Yusuf qarim qani bu haqda bir ochiqlantirib o'tgan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Qanday qilganda bu musibatni nimetga aylandırıldı desek bu üzümüzge bağlıq iş, hem adamın üzgü bağlıq işlemdir. Musibet hem adamga keldi. Her qanday adamdan ki ya pul maldım bolsun, ya candım bolsun, başka narsa bolsun, işqi bir ziyanğa, paydaga uçrab turadi insan degan bir xil o'tmaydi. Ama bunu mesele tercüme qilish ekan, voqealarni tercüme qilish ekan hamda. Tercüme qilishda bo'ladi ekan. Masalan, ba'zi bir insonlar kasallab qolsa, hamda Nauzubillah yani Allah man nima qildim bular Allohga men qani kesallab ma kesal menga kelib nima bo'libdi ular deb bu ziyon tatqan hamda uningki ba'zi insonlar qadaqli kasallansa balki Alloh taolo meni kuchugini mag'rur g'ururdan kuchugini meni tushirib hushini topsin deb menga tövbe qilish uchun o'zimga qaytish uchun Alloh taoloninki diniga texmi mahkam bo'lishim uchun menga bir fursat yaratib bergan bo'lishi mumkin Alloh taolo deb ijobiy bundan nima qildi shu bundan insonlar buni ulamolar nima deydi desa achchiq limondan tatliq sharob yasash biz uyg'urcha desak ham g'uridan halva tutidi deydi. Demek o'zimizniki tarjima qilishimizga, hadislarni tarjima qilishimizga bog'liq ayda ishkan hamda. Ibn Taymiya, Shayxul Islom Ibn Taymiyani şu Şamga palığa vaqtida degan hamda meningki turmuga tashlanganligim mening uchun bir o'tkilish meningki palanganligim bir sayohat hamda deb ayda nima qilgan demak hamda shuningdan bir ijobiy uni menga kelgan bir foyda fursat deb nima qilgan hamda nurg'un ulamolar mashhur asarlarni turmada yozib chiqib ekan masalan hamda ana ondan keyin onu mesela misal keltirsak İmam Azamni deyli turmuga tashlangan İmam Ahmed ibn Hanbal turmuga tashlangan bu İbn Taymiya turmuga tashlangan demak mushu insonlar shu turmuga tashlangan shu achchiqni shu musibatni ne'matga aylantirib aşağıda texmi mahkam bo'lib chiqqan keng kishilarga shu dinda texmi mahkam turishni o'rgatgan ayda olib tarixda tillarda daston bo'lib ayda o'lgu bo'lib ayda qolgan hamdacha bu tarjima qilishga bog'liq ekan bu ish masalan bir aytilishlarda Yaponiyada bir minister bir cho'ng bir o'tkazib qo'ygan xatolik yuzasidan ministerlikni evetib ko'cha tozalayotgan ish chiqib qoldi-da uni. Bir kuni ko'cha tozalayotsa birlari kelib uni zangli qilib, "Ha, qanday ekan minister bo'lgandan keyin, undan keyin endi ya tozalagan degan qanday ekan?" desa, "Nihoyat yaxshi ish. Chunki men buni bir tozalash bunda tüven bir iş demeyme. Çünkü ben bu bütün Yaponiya halkının ten selametlikini saqlashni muhitni tozalayotim. Muhitninki tozaligiga rioya qilyaptim. Shuningga men xalqni qo'g'dayaptim. Ya'ni ish qilyaptim deydi. Demak odam xalqning ten selametligini saqlash uchun cho'ng bir xizmat qilyaptim men deb u ruhiy uni minister bo'lganda qanday işçi bo'lganda qanday hech qanday taqatmaydi. Demak shuningda ruhiy tushkunlikni uchmaydi. O'zimi xo'sh başkalarını mı hoş kılalaydıgan? İnsanlar tırışkanda talant bolsa yani musibatni lezzetga aylantiradi demekçi. Bu vaqt ustoz Siraydan hocam biraz tushuntirib o'tgan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet yaxshi. Hakikaten bu insanlara musibet kelganligi endi bizning imonimiz bilan bo'ldi ekan. Bir müminga musibet kelse bu Allah'tan kelgan bir nimet yoki Allah'ning bir merhameti deb birisi lazım. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون degan ayet var. Allah Subhanahu taala o'sha yerda musibat kelgan odamga bisharat bergan. Ularga bisharat bergan. Xush bisharat degan bo'ldi, bisharat degan. Yani insonga Alloh tarafidan bir nishon sifatida, mukofot sifatida bisharat bergan desa musibat kelgan odamga. Albatta bizga kelgan musibat bu Allohning bizga mayli o'zimizning dinimizda bo'lsin, hayatımızda olsun, ailemizde olsun, mal dünyamızda olsun biz insanlara Allah'tan kelgan bir imtihan ve bizni Allah o'zining nazdida tozalash uchun, tavlash uchun mushu dunyodami, qiyomatdami o'zining haqiqiy yaxshi mu'min bandasi qilish uchun shunday musibatlarni ko'p beradi. Hozir bizning vatanda bo'layotgan musibat, hozir o'nglanayotgan gaplar, hozir biz bu yerda o'tiryapmiz. Her bir kishining uyida necha 10 kishi
turmalarga kirib ketgan, yo'qolib ketgan ahvollar ko'rilyotdi. Bu hammasi bir hisobda bizga butun dunyoda hech qanday bir millat kelmagan musibat kelyotdi. Ammo mushu musibat biz insonlar uchun Allohdan bizga bir ne'mat bo'lishi mumkin. Alloh bizni yaxshi ko'rganligi uchun, bizni texmi sinash uchun, o'ziga texmi yaqin qilish uchun haqiqatan bilamiz endi bizning nurg'un kishilarimiz, hatto ulamolarimizni tatib baylarimizgacha, kishilarimizgacha, hatto dehqonlargacha o'zining haqiqiy kimligini, o'tmishini, tarixini unutib, nurg'un bexudlik besib ketgan. Mushu bexudlikdan chiqarish uchun, Alloh o'zini aslatish uchun mushundaq bir musibatlarga duchor qilgan bo'lishi mumkin. Buni haqiqatda biz uni hem dunyolik hem oxiratlik hisobotimiz bilan qilgan bo'lsak, Allohdan kelgan bir ne'mat. Bu ne'mat hech qachon zoya ketmaydi. İnsonga bir quliga tikan kirib ketsa, shuningga ajr va deydi Alloh subhanahu taolo. O tikan emas hozir tirnoqlari sug'ilib ketgan nurg'un odamning hayoti o'sha yo'lda ketib qolgan. Ya'ni nayti yo'qlar ishlar bilan haji keldi, bu keldi deb 10 yillik, 20 yillik kesilayotgan insonlar albatta buning mukofoti mushu dunyodami Allohning marhamatiga, Allohning inoyatiga yüzünüdür, kıyametli olsa cennet bilen mukafotlanadi. Mushundaq bir tushunchada bo'lsak, biz haqiqatan musibatni ne'matga, yaxshilikqa aylantira olamiz endi. Allah Taala shu tarixdagi nimalarga qaraydigan bo'lsakmi, bir musibatni berish orqali u millatdan tozalab, ana dinkini g'alaba ustunlikni belgiligini ko'ramiz. Qani bu yana bir yani desek endi insonlar bunda o'ylab kelsak, insonlar ikki xil bo'ldi ekan. Top o'xshaydi ekan. Ba'zi insonlar masalan topni assang, top yel bo'lsa topda o'rlaydi ekan, o'rlaydi. Demak endi top urilgan kim zarbi shundami? O'sha zarb bilan o'rlaydi, harakatga o'tadi. Bu ijobiy insonlar. Yana ba'zi insonlar yili yo'q topni assa mokkada yagi chaplashib qolganda, kuchukun azroq bir musibat keldi, kuchukun bir kelishmaslik keldi, kuchukun bir to'sqinlik keldi. Ben qila olmayman ekan endi men. Hech qanday yerda bir ijodiyatning oldiga, hech qanday yerda bir ko'plarni silib, bunda payanda salgan bir ish yo'q endi. Hech qanday ish bakaga kelmaydi. Endi bir rivoyat qilinishicha, bir podshoh bir vezir huzurani yig'ib, butun ulamoni yig'ib, mushu zamonninki foydasi, zamondan qanday foyda elish degan to'g'risida bir kitob yozgan, butun xalqqa taqdim 12 tomlik nima yozibdi degani podshoh, bu 12 tomlik narsani bu xalq o'qib bilmaydi, qisqartinglar buni debdi. Qisqarting degan yana bir qancha oy o'tirib bir tomga qisqartibdi. Bir tom qisqartgan podshoh uni ko'rib, ya bu bir tomni xalq o'qib bilmaydi buni. Birla maqolada qilingisi bir maqola qilib degan xalq yana bilmaydi buni. Bir eg'iz so'z ketishim degan bir eg'iz so'z nima desa, bir eg'iz so'zga qisqartibdiki, hech qanday narsa bakaga kelmaydi. Bakaliq emas debdi. 12 tomning mazmuni shu. 12 tomning mazmuni shu ekan. Endi inson ashunda ikki xil bo'ldi. Masalan, Qur'on Karimda deydi, "Va minal a'rabi man yattakhizu ma yunfiqu maghraman va yatarabbasu bikum ad-dawa'ir" deydi. Arabilarning seliq to'laydi ya, islomga seliq to'laydi. To'lagan seliqni ular bizga bir seliq bu, boj bu deb bir bulab, tishini tishlab, oshliq bir yomonlik deb nima qilib deydi. Va minal a'rab man yattakhizu ma yunfiqu qurbatun 'indalloh va salavatur rasul deydi. Ya'ni arabin yana bir odam borki, to'lagan narsani Alloh taolaning yo'lida Allohga bir yaqinlik, bir ibodat deydi. Allah Rasulullah'ınki yaxshiligini kutdi. Ondan Alloh taolo ularga ala innaha qurbatulahum. Albatta o Alloh taolaga ibodat hisoblanadi. Masalan, endi o'zimizning hayotida bunda o'ylasakmi, men shu nima 94-yili Xotanda Abdulhamid Yusuf Damolla bilan bir ko'rishish fursatiga ega bo'lgan. O kishi vafot bo'ldi hamda. O kishi ham faylasuf desakmi bo'ldi, ham katta olim, ham tibobat, ham hamma tarafdan ham biz bilmaydi ekanmiz, u odam uylab ketganini bildik-da. Bu vaqtda shu uyda men ayda o'tirsam bir kasalga shu Xitoycha ayda resept yozdi, shu Xitoydagi chimoq shunda shat shunday yozdi. Yozib bo'lgandan keyin men uningdan siz bu Xitoychini qanday o'rgangan desam, turmada o'rgangan deydi. Turmada qanday o'rgangan desam, turmada Xitoydan shu yaga to'piga ayda yezib yurib, ayda
öğrengendi. Gap qilishni, yezishni, keyin o'ylab qoldim. Agar bu odam turmada bo'lmay sirtda bo'lgan bo'lsam, Xitoychani alohida ugunay deb shunda vaqt chiqib ugunamidi endi deb. Demak, o odam shu musibatni bir qancha yillik turma musibatni manfaatga aylantirib Xitoychani ugunib chiqibdi. Nurg'un olimlar band masalan shu nurg'un mashhur tafsirlar, nurg'un kitoblar shu kishilarning musibat nimasini yozgan. Mesela bu şair, Amerika'nın meşhur şairlerden Milton diyen şairini dese, bu Milton diyen şair üze emaken, şu emalıqni ben küzem köymegen gibi bir iş kılamagan iken, hem de boldan şunda söylep git al dünyadan kitey demek, ben ema olsam da çok ben bir insan bir iş kılalamın kıttı. Onun için yani bir nima Beethoven'da belki müziğinde dünya oyunçılık müziki nimesi müzikçi, müzik icatkarı. O panken mesela. Ama o nihayet diyenini yazgan helkama o hadiste nayte katta bir kitabını yazgan alim paylaşken üzere. Mesela ama burada oylap amida gelsem hem de şu büyük iş kılgan adamlar şu nayte cık cabat atkan hem bu iş kılgan musibetinin işçilik adamlar hiç kanda bir padişahının oğlu, vezirinin oğlu, çoğun bayının oğlu bunda katta alim oldu dep ama intayin az hem de çıkıp keliş mümkün lekin andağımaz. Ülümalarını taşırsa tudası memluk deydi, memluk diyen kul diyen gepten de. Hazır kazanğadanın tercüme algasa kaşılan beşiği musibet kilip, musibetin de sabır kılış olan yani iş ügünüp muhinde hazır halet kegelige. Şunu olan kegen gepemdi. Sırayınacım ben de musibet etken adam ne işlerini kılış gerek? Bu vaxtı düşünüyoruz. Nayte yaxşı gap qildi Süpari. Hakikaten o musibet yetken adam texmo ruhluk, texmo ijatchan yaxshi bo'lish lazım. Yani hakikaten musibet yetken vaqtida insan onun bir çıkış yolu izleydi. Çıkış yolu izleyen sıra aklı işlep o da hem terakki kılışı başlaydı. Yani bu musibet yetken vaqtida üzanını fakat yoktu etmeyi en muhim olan mesele iradelik buluş. İnsan üzüde iradesi müstehkem olsa hemen bir gün galip kılman o deyiş lazım ki yani hatta bir misalla var o 99 katımlık mağlubiyet 100. katımlık galibinin mukaddimesi deydi. Yani hakikaten bizge o ondan rahat muşu dünyada mı o rahat kıyametteki cennet asan kemeydi. Onun elbette bedeli var. Hatta biz tarihte görürüz. Mesela Fransa inkılabı 150 yıl devam kılgandaydı. Belki 300 yıl. Onun için mesela Algeria müstakillik eliş için Fransa'da müstakillik eliş için 1,5 milyon şehit belgen ama 150-120 yıl uğraşkan endi. 120 yıl. Bu bir misalla. Bu milletlerin beşinden ötüdüğün tarih, insanların beşinden ötüdüğün bir külle. Bunu her bir millet, her bir insan özününki muşu tarihteki ötmüş. Tarih özünü tekrarladı deydemdi. İlgirdeki ümmetler kayısı gününü öttü, beşinden ötküzgen, nimeler küzün köçergen, bununkin mi tarih yine şu özünü tekrarlaydığın gep, hakiki bu dünyada mı galbe, nusret ne halaydıgan bolsak, ya ki paravan turmuşunu yaxşılık halaydıkenmiz, elbette bunun bedeli var. Şunun için vatandaki halkımız mı, chet eldeki qarindaşlı mı, şu meselede beşimiz kelgen musibetni, bu biz için Allah'ın bergen nimet, bu nimetni qaysi usulda biz emeli tatbiqlab icra qilamiz, amaliyatga oshiramiz, bunun hesabini qilish, onun maqsad nima? Bundan keyin biz oladigan qadamlarni texmi yaxshi, aqlli, dana, iradalik hem naytbek tirishchanlik bilan qilishimiz lazım. Endi agar bu derecede bizden kelikdek aramızda biz ko'rayotgandek susluq, hurunluq, kelikdek icatçanlık bo'lmasa bizde bu holatimizden iş bo'lmaydi. Şunun için meyli vatandaki halkımız olsun, chet eldekiler olsun, biz millet Uygur milleti hakikaten tirishchanlikka ve bizning beşimiz kelgan muşu musibetni qanday qilib biz haqiqiy ne'matga, rahatga aylantirish uchun tirishishimiz lazım. Bu dünyanın kanuniyeti. Allah şu dünyada şu kanuniyetini koygan endi. Köp rahmet ustalardan Allah razı olsun. Hürmetli qarindaşlar, programımızın bir de ahırlaştırımız. Keyinki bölümlerde qayt uçuruş ümidi bilen her birinler bilen hoşlaşımız. Hayırlı selamet bulunla. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.